Sony YouTube kanali obunachilari, biz bugungi videomizda akkaunt full qilamiz. Mana full qilish kerak bo'lgan o'yinchilarni tarkibimga olib oldim. O'tkazib oldim desam bo'ladi. Xo'sh, mana kuchaytirgichlar, to'g'ri kuchaytirgichlar yetmaydi. Lekin videoning ikkinchi qismi ham YouTube'ga joylayman kuchaytirgichlar yig'ib. Albatta, mana ekranda 10 o'rinda turibdi. Ekran litri. Mana reytingim 26 o'rinda ekanman. 145 ming bilan. Hammasi olib bo'ldik. Bittaga yashil kartali Dembeleni videosini chiqaraman. Mana ozroq qoldi, 34 chiqib bo'lgan. Xo'sh, boshladik. Kuchaytirgichlardan boshlaymiz. Internet Wi-Fi muammosi. Yana O'zbekiston tengdir. Xo'sh, mana nihoyat internetimiz ishladi. Har kim bilan Gabrielga tushdi birinchisi. Xo'sh, Robert Lewandowski bilan yana Gabrielga tushmoqda. Gabriel 86 reytingda, yaxshi. Yana ko'p kuchaytirgichlardan beraveramiz. Xo'sh, yana Lewandowskiga tushyapti. Harry Kane 88, Lewandowski 85. Nimasi bo'ladi? Rafinyaga tushdi, yaxshi. Va yana Lewandowskiga tushyapti. Harry Kane va Rafinha. Rafinha 91 reytingga yetdi. Yaxshi. Qani unda kuchaytirgichlarni beraveramiz. Van de Ven va Harry Kane'ga tushyapti. Van de Venning tezligidan 100 chiqdi, birinchi 100. Van de Venning darajasi Rafinyaning staminasiga, stressiga tushib ketdi. Mayli, kuchaytirib turaylik. 0+3 dan berdi. Bu kuchaytirgichlarni tejalishiga ham ancha yordam beradi. 2 martami 1x rod berildi, adashmasam. Xo'sh, nima uchundir Wi-Fi'lar ham ishlamayapti, yaxshi. Yana internet problemamizda. Ishlasangchi. O'zbekiston tengdir, O'zbekistonga. Xo'sh, to'xtalar bir aylanib kelaylik. Burada Lopez bor edi. Va uni ham kuchaytirgichga ishlatamiz. Videomiz qisqa bo'lib qolmasin. Baribir ham internet unchalik qisqa qilishiga yo'l qo'ymayapti. Ishlamayapti mana. Xo'sh. Biz qachongacha kutamiz endi buni? Xo'sh, videoni hozir shu yerda to'xtatib turib, internet ishlagandan keyin davom ettiramiz. Xo'sh, mana internetimiz ham endi ishlab qolsa kerak. Xo'sh, davom etamiz. Yana baribir ham qotyapti. Deyarli ishlamayapti desa ham bo'ladi. Nima uchun shunaqa bu O'zbekistonimiz? Vaqt cho'zilib ketadi. Xo'sh, internetimizni yaxshilab olishga harakat qilib ko'rdim. Menimcha endi ishlaydi. Mana yaxshilandi. Yaxshi, Lewandowski bilan Harry Kane, Van de Ven bilan Gabrielga tushyapti. Gabrieldan ham birinchi 100 chiqdi.
bosqich darajasidan O'zbekiston darajaga yetdi. Gabriel bilan Robert Lewandowski. Ikkalasining darajasi 87dan bo'ldi. Yana Gabriel bilan Rafinyaga tushyapti. Rafinyaning tepasidan 3 chiqib bo'ldi. Darajasi 85. Menimcha Rafinyani pastiga berish kerak deb o'ylayman. Baribir ham 100 chiqmaydi-yu, lekin yaxshilanib qoladi shundan. Xo'sh, kuchaytirgichlarimizni oxirigacha berib yuboraylik. Harakini stressiga tushmasligi kerak. Boshqa narsasiga tushganda +3 dan olar edi. Xo'sh, bittalik kuchaytirgichlarimizni berib yuboramiz. Itlarning ovozi eshitilyapti, e'tibor qilmaysizlar. Bizni olib o'chirib yuboramiz. Mana Lopes. Xo'sh, yaxshi harakat 91. Fitness kuchaytirgichlarni berib yuboramiz. Bu ikkalasini yuboramiz. Rafinyaning o'rtariga tushyapti. Yo'q, taklingga nima keragi bor ekan shu taklingga tushib. Mana barcha o'yinchilar ancha-muncha kuchayib qoldi. Lewandowski 4 ta kuchaydi. Harikan 4 ta, Van de Ven 3 ta kuchaydi. Hamma darajasi so'ndan. Gabriel 3 ta kuchaydi. Rafinha 2 ta kuchaydi. Yaxshi, yomon emas, akkauntimiz ancha full bo'lib bormoqda. Mana bu futbolchini o'chirib yuborsamikan degan fikrlarim kelyapti. Judayam darajasi past futbolchi. Baribir ham full qilmayman, akkauntimda o'ynatmayman. O'shaning uchun sizlar komment yozib ketinglar, o'chiramiz, o'chiramiz. Mana bu futbolchilardan keldi hammaga. Buni F1dan olib boshqa blolar qoldirsanibdi. 100% olib bo'lish kerak. Keyin mana bu futbolchini olish kerak. Bo'yi 1.98, germaniyalik futbolchi. Nick Woltemade degan ismli futbolchimiz. Xo'sh, bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videomiz 50 ta obunachiga erishganimizdan so'ng chiqadi. Bu videomiz 30 ta like yig'sa, ikkinchi qismini men chiqaraman. Ungacha kuchaytirgichlarni yig'ib qo'yaman. Bo'lmasa hammaga xayr.